bo'lsa kerak-da, bu qizni shuning uchun ketgisi kelmaydi. Ay, yo'qotadigan narsam yo'q-da. Siz meni ko'rib nima qilasiz? Men yoshim katta bo'laman. O'zi настолько лох masligim bor. Effekt bo'lsa bo'lmasa shu men bu qizni ko'rganman hayotda dedim, maga. Nima deysiz? Endi to'ysi bu qizdan foydalanish maqsadida bu qiz yonina olib turib, yaqinlashmoqchi bo'layotgan bo'lsa adashasiz. Solmay oqni oq, qorani qora deb gapirganman shu paytgacha birodar. Siz ham masalan bu qizdan sizga naf tegmaydigan bo'lsa, siz unaqa gap gapirmaysiz. Bu qiz endi gap negativlikda emas, men sizdan bu qilalar gaplarim bilan tushunmayapsiz. Men u bolaga nisbatan gapiryapman. Nimaga negativ deb bo'lmaydi bilasizmi? Nimaga? Bunday. Знаете, вот грубо говоря, уже og'zimni ochganman. Odamlar про меня что думают, мне вообще поебать. Вообще. Yo'q, siz gapiryapsiz odamlar haqida endi. Biladim endi. Ben odamlar haqida gapirmadim. Meni efirimda negativ yo'q dedim. Men chunki birovning efiriga borib negativ gapirmayman. Не только birovning efiriga, men hayotda hech kimga negativ emasman. Unaqa odamlarga negativga, u liboy odamga negativ keladi-yu. Negativ keladigan odam bo'ladigan bo'lsa. Menda negativ bo'lmaydi, menda угрожение bo'lishi mumkin, o'ldirib ketaman degan. И всё bo'ldi. Yo'q. Siz shunaqa ugrozalarga ishonasizmi? Misol uchun qo'rqasizmi? Shuncha haligi o'yizni ko'pchilikka haligi nima desa bo'ladi? O'xsharlar. Petrdaman. Manga bir narsa deyolmayman. Yoqadi, yoqmaydi deyolmayman. Yoqadimi, yoqmaydi, men bu atmosferani tanlaganman. Bunaqa narsalar bo'lishini oldindan bilganman, shu narsaga men tayyor turganman. Hop, tushundim. Siz savoliga javob bering-da. Gapni boshqa joyga olib ketib qolyapsiz, tip etib mavzuga olib qo'yasiz. Bitta narsani oxirigacha boring. Bitta gapni misol qiling, oxirigacha boring. Keyin siz boshqasiga o'tib keting. Ha, xo'p, birinchi savolingiz. Siz bilan gaplashmoq. Bering savolingizni. Allohime. Siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qaysi maga? Yo'q, qaysi maga? Tojik-ku, tanimadingmi? Tojik? Maga, Tojikistonlik maga. Magazinda apenslardi, bolayimni kiyimishlardi. Apenslardi-ku. Magazinda? Keyinsiga men magazinda ishlardi, 24 soatlik. Sen keyin profilimni ko'rsatdim, meni taniysanmi deb. Ko'rdingmi gapni bosding? Oyog'im uxlab qolibdi, voy bilan. Sen ketmading, men o'zi Rossiyada yurganimda 4 yil bo'ldi, 4 yildan sen taniyman, hali ketmadingmi sen? Yo'q. Qalinsan Firuza, endi bunisiga. O'shda mazza qilib yashayotgan bo'lsa, yo'qotadigan narsasi bo'lsa kerak-da, bu qizni shuning uchun ketgisi kelmaydi. Ay, yo'qotadigan narsam yo'q-da. Shuning uchun ketgisi kelmaydi. Nima?